Tartivelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurahim. 1. bölüm. 12. qism. Nurxon bilan Yulduzning dunyodan bexabar deyishayotgan gapining ustiga Ipar kirib qoldi. Shu topda Nurxondan bakrak Yulduz qo'rqib ketyapti. U Ipar hamma gaplarni anglagan bo'lsa, Mavludning yeniga berib, "U qizingiz emas, haqiqiy qizingiz men" deb yuramo amdi deganda xiyollarni qilib, tirnoqini tatilganicha Iparning oldiga keldi. Va uning qo'lini tutib turib, tamtirab qana. Umaqsinglim, güzel singlim. U ishlarni men xolab qilamdim. Shuni meni xato tushunmagina. Senmi qiziqkansan deyman. Ishkon sirtiri gap tingishguncha mendan gumonlangan yering bo'lsa, udulli mendan so'rsang sen tushuntirib bermamdim. Bu ishchi. To'xta. Uningga nimaga hisob beratding? Men uni 20 yil baxtdim. Bizni so'roqqa tortadiganga uning hech qanday salohiyati yo'q. Men qara joy nimak. Agar sen niyatingni buzib haqiqiy ahvolni Mavludga degili borman deydikansan, bu uydan sening hiylig'i tirginkan, o'ligingmi butun chiqmaydi. Bildingmi? Shuni sen. Voy ana, sen qallangdan ketmagansan a? Chiqqanlarning gapini birini tushunmadim-ku. Yoki mahalda bir drama o'rlashtirib, shuning o'yin qo'yishga tayyorlik qilyapsizlar. Odamni bunda qo'rqitmasanglar-chu, tozimi bir. Iparning hech nimadan bexabardek so'zlagan alfozidan Nurxon xush bo'lib ketdi. Lekin yanala ularning gaplarini Iparning anglagan yoki anglamaganligini jazmlashtirib beqish uchun Yulduzga qarab, levini tishlab qo'yib, Iparning ko'zining ichiga mixdak qarab. Men sana ha bo'pti deb rahim qilib uyga sulvanma ishqi bog'ili qo'ysam, sen xizmatingni qilib tomog'ingni atmay uyga yenib kelib ishik sirtida gap tingishidingmi? Nimalarni anglading? Men hech nima anglamadim. Faqat Yulduzning bir nima oshkorlanib qolsa, u uydagilarni oldiyamayman degandek gapini quloqimga kirib qoldi. Shunga Yulduz bir ishqi yulqib qolgan bo'lsa deb ansirab jiddiyli so'ragan edim. Nima ish bo'lgandi? Iparning hech nimadan bexabar ekanligini bilgan ona bola ikkisining ko'zlari parlab chaqnashga boshladi. Va ichida har nim bo'lsa deb maydasiga yenik urib qo'yib, Iparni o'ltirishga taklif qildi. Yulduz bilan Nurxon hozir boshqa bir odamga o'zgarib qolgandek, Iparga "Qo'rsqo'ng ashmi, kiyiming butunmi" degandek ko'ngil bo'lish so'zlarini to'xtamay davatadi. Ipar Nurxon bilan Yulduzning savollariga "Yo'q, bo'ldi, rahmat" deb javob berdi. Chunki u ona bola ikkisining tunigun oqshomla o'ziga qilmag'ini qolmaganligini aniq biladi. Shunga u bular mendan biror narsani yo'shiryotamdi nima deb o'ylab, u ikkisidan mendan biror ishni yo'shirayotganda qilasizlar-ku. Bu yerda men bilmaydigan biror ish bormi deb so'radi. Bu bechoraning o'zigimi as? Ona bola ikkisining og'zidan yaxshi gap chiqmaydiganligini bilgandan keyin nima qiladi buni so'rab. Iparning ko'ngil bilib yaxshi ko'ngli bilan so'ragan savolining javobi yilon bilan chayonning o'tkir zaharni aralashtirib echitgan zahar tetitqusidek uni savol so'rag'iniga pushaymon qildirayotgan edi. Oldi bilan Nurxon, orqadan Yulduz Iparni qor yomg'ir tillab gap qilinmas qilayotgandan keyin Yulduz "Men ketdim" deb apsi Nurxonning meni-chu deganiga parvo qilmay, atrofdagi qulum qo'shnilarga mansitmagandek qarab qo'yib, maymoq dasab bu eski mahalladan ketib qoldi. Yulduz ketgandan keyin Nurxon uyga kirib, Yulduzga to'xtamay telefon qilishga boshladi. Biroq Yulduz opsining telefonini besib etib, faqatla olmadi. U Yulduzdan chiqaramagan dadini yana Ipardan oldi. Bu bechora bularga farzand bo'lib qolishdan boshqa nima xatolik o'tkazib qo'ygan bo'g'iydi. Hozirgacha uningga nima kunlarni ko'rsatmadi. Qanchilgan til ahonatlarni qilmadi. Amdilik kelib, bu bechoraning hayotini uningdan tortib olib, u yetmagandek to'xtamay azar baginini nima deymiz amdi? Aldirmasak ko'rimiz-ku taxi. Ayning 15 oydan bo'lsa, 15 qorong'u. Yulduz bilan Nurxonning chekidan oshgan nafsoniyatchiliklari hamon bir kuni oshkorlanib, hozirqidanmi o'sal kunga qoladi.
Her qancha bo'lsa-mu, bu jahon ihbarga ta'tir ko'zi bilan qaramas. U shu tapda bir tarafdan dadisi Sardarni o'ylasa, yana bir tarafdan ko'ngil tarini chekkan Arslanni eslamoqda edi. Arslanma ham ko'nglida boshqa ishlarni planlayotgan bo'lsa-mu, biroq yanala ihbarning tatliq kulimsiragan, o'maq, sabiy holatini xiyolidan neri qilolmadi. Bu dunyo nima degan shaxsiyatchilikka to'lib ketgan, ha? Birisi manfaatini deb o'z qizini xalqning qizining o'rnida boshqalarning uyiga avassa. Yana birisi texi aniq bo'lmagan, gumonlangan bir ish uchun bir ko'rib oshiq bo'ldim degan so'ygan yoridan o'ch elish, suiqasd qilishni planlab voz kessa. Yulduz shu tapda o'zini dunyodagi eng chiroyli qiz deb o'ylab, bugun setib olib, Soda saroyining tazliq uyida almashtirib olgan kiyimini Mavludning uyidagilarga ko'rsatib, ularni "Pah, Yulduz nima degan go'zal degizuytiman" deb yerda o'chbodak taras qilib dastlab uygimi kirib bo'lgan edi. Hammaylar tamoq ustili oldida Yulduzning bu g'alati turqiga qarab dong qetib turib qolgan edi. Yulduz boshqalarning o'ziga qarab midir-sidir qilmay turganini ko'rib, teximi g'odiyib mengib Nazilaning yeniga keldi va uning mo'risini chekib qo'yib. Qanday? Chiroyli qilib ketibdimi? Gap qilmay ko'chiq o'xshash turib qoldinglar-ku. Go'zallikimga mabtun bo'lib ko'zlaringlarni uzanmay qoldinglarmi ya? Ha? Amma cho'ngapu. Voy, ammamning eri. Yulduz hammaylarga birdan qarab, ularni bir-birlab chaqirib baqdi. Lekin hech kimdan "Bak chiroyli bo'psiz" deb sado chiqmadi. Yulduz setib olgan narsa keraklarini yerga tashlab qo'yib, "Atdigandan beri hech nima yemadim. Qo'rsiqim bakli ochdi. Menga tez tomoq ep chiqib bering" deb oila xizmatchisiga buyruq qilib qo'yib, ustalga tizilgan mevalarni oshqogan odamdek yeyishga boshladi. Uning tomoq yegandagi og'zidan chiqayotgan malash qilgan ovoz, narsa yavatib u yerlarni qoshlagan holatlari, shundaqla qasdanga zo'rlab turib kekirgan holatlari Nazilaning quyuq chechini ding turg'izib etgan bo'lib, u chidab bo'lmay oxiri o'rnidan turdi va Yulduzga chakchib qarab, hajab ko'nglimni ilishtirdi, mavi aptining tayini yo'q raqqasga o'xshaydigan paskina. Qayerlarda yurib osh qolganding sen? Oxira kiyib kiyimlarni qanday qilay? Qaraganda bugun setib olgan o'xshamam sen po'bash. Setib olgan narsalaringmi-chu o'zingga o'xshaydi ekan. Eliqi bir gap botdi-ku. Nima de, ha? Esimga keldi. Sakralikdan shaharlik chiqmaydi, chiqsa changonlik chiqadi degan gap bekorga aytilmabdi ekan asli. Qara. Turqini, qiliqlaring bir sat, o'zing bir sat. Kiyimlaring uningdan o'tasat. Mavlida xeyli bir chiroyli cho'kandi. Akammi xeyli qamlashgan bo'lmasa. Nalada yurib senda qiliqsat boshqa bola jonga jazo bir nimani tepib salgan bo'g'aydi. Nima chakchiysan, ha? Bu tegining tayini yo'q, to'ng'iz talatgan yo'q. Tufey sana. Bo'ldi bas. Nimandaq tugmagan jidal bu, ha? Yulduz sizga nima yomonlik qildi? Nemishqa to'xtatmay uning kirishib olasiz? Unda qilmay, uningga bo'lsa erkinlik bering. Bo'lamdi? Sizning sababingizdan bu uyda hech kim xohlagan ishni qilamamda. Elshad, bu yerda sening gap qildiganga salohiyatің yo'q. To'la mening ishimga aralashmay og'zingni yumg'ina. Sen og'zingni yuma. Bu uyda mening xohlaganimni qilishimga ruxsat qilma. O'zingning jiyani bo'lmish bir kichik qizga bundoq muomala qilsang, sana mos kelamdi, ha? Unda qilmay, o'zingning yuz obro'yini ozroq bo'lsa-mu o'ylashib qo'y, Nazila. Elshad Nazilaga ko'rsatkich barmoqini tanglab, ochchig'ida shularni dedi. Ondan qo'lida tutib turgan qo'shiqni yerga qattiq bir tashlag'inicha udul o'zining hujrasiga chiqib ketdi. Yulduz Nazilaning Elshaddan qattiq gap anglig'iniga xush bo'lib, og'zidagi barliq tishlarini chiqarib, pixildab kulib o'tadi. Izzatxon va boshqalar Yulduzga qarab, ko'zlarini chakchaytib, xuddi Nazilaning o'rnida uni bir yalmabli yutib etib, bu oiladagi bir parazitni o'zlariga bir taraf qilib etadigandak bir holda turishadi. Nazila ko'zlaridan marjandek to'kilish oldida turgan yoshlarini
ming tasda yo'shirib, eri Elshadning orqasidan hujrasiga chiqdi. Elshad kostyumlarini qirlab kiyib, kichik chamadonga nechqor kiyimlarini selib, mashinaning ochqichini elib, amdala eshikdan chiqib turishiga Nazila bilan do'qirishib qoldi. Nazila Elshadning komandirovkaga mangandek tayyorlik bilan manganini ko'rib, uning belikidan kapla qilib tutdi. Bu kechda nega borsiz? Nimishqa chamadan ko'tarib oldingiz? Akam bu yaqinda komandirovkaga chiqadiganning gapini qilmagandiku. Siz Qani bayqayvang. Meni sallab, bu yerda sening gap qilg'idek salohiyating yo'q deb bakchin qilib ketibamamdan. Amdajab yovashlab qopsin ha? Meni hurmat qilmaydigan bunda xotinning yanida amda turg'im yo'q. Ajrashib ketayli desam, o'ttirimizda ikki bola bor. Ajrasak bolalarga yaxshi olmaydi. Men amda diqqat qilay deb nurg'un qitim va'dalarni berib, og'zimga quruq so'z qisib keldim. Bayımı o'xshashla barliq xatolik seni turib, o'z jiyaninga qilmagan sat haqoratlaring qolmadi. Hey, menmo sahroliq edim. Ajab men bilan to'y qilganda, voy seni andaq yaxshi ko'ramanay, mandaq yaxshi ko'ramanay deb men sahroliq, ko'k nomrod desam, muhabbat degan sahro shahar deb ayirmaydi. Mening undaq yurtvozlik qiladigan madaniyatsiz ishlar bilan xo'sham yo'q deb maydonga pong qilib mushlab ketibamamdan. Ha? Endi nim bo'ldi? O'z jiyaning kichigidan boshqalarning qo'lida sahrolarda cho'ng'igan tursa, sen uningga ko'yinib, bundan keyin g'urbatchilikda o'tmaysiz deb uning ko'ngliga tasalli berish u yoqda tursin. Ilqi men madaniyatlik degan shuaringni cho'rib tashlab, qilib yurgan ishing nim bo'ldi endi? Ha? Bo'ldi. Men bir qancha kun mehmonxonada turib turay. Agar xohlasang, atili ajrashqili xalq ishlar idorasiga borsaqmi bo'ladi. Meni ma'qul qo'y. Ha, nertra. Elshad qat'iylik bilan shularni dedi. Orqadan Nazilaning "Meni kechiring, men xato qilibman. Buningdan keyin tuzatay" deb yig'lab, yelinib yalvurishlariga qaramay, Nazilani orqaga ittirvatganicha chamadonini ko'tarib, ustinki qavatdan tushdi. Tuvanki qavatkilarning hammasi Nazila bilan Elshadning jidallarini to'liq anglaganligi uchun barmoqini tishlab, nima qilish, nima deyishini bilolmay, joyida dong turib qolgan edi. Elshad chiqib ketgandan keyin Nazila chochlari cho'vulgan holda yig'lamsirabgina tuvanki qavatga tushdi va o'ziga yerning tegidan qarab, ikki qalpukini maymunning ko'tidek purishtirib, ko'zini Sunwukongning xotinidek chimchiqlatib qarab turgan Yultuzni ko'dida, yugurgan peti kelib, barliq dardini Yultuzdan oldi. İkisi bir haza çaşlaşıp, jangi jidal qilgandan keyin Izzatxon har ikkilisining yuziga bir shapaloqdan urib, ularni to'xtatdi. Izzatxon uy xizmatkoriga Nazilani hujrasiga ep chiqib qo'yishini deb, Yultuznimi, "Senmi hujrangga chiqib ket" deb, unimi mang'uzuvatdi. Yultuz oldiga 2 qadam ola olmay, Nazila o'zini besib ololmay, yenidan ko'zining zahrini chechib mengayotgan Yultuzning chechining orqasidan tutdi. Men sana deb qo'yay, zaharlik yılan. Bek ko'ranglab ketma. Qushqash taraqshiga qonsimi baribir qushqash. Hargiz sumroq bo'lamaydi. Gapimning tegiga yetalsang, endi o'zingni bilib yur. Mening oldimda ko'ranglab, menga yana bugungidek tilsilib, mehnat qo'lingni menga ko'tirdi ekansan, buningdan keyin sana yaxshi kun yo'q. O teni chashqan o'lik puraydigan yundi kesh baskida. Gapimni esingda chiltot, tushundingmi? Yo'qol. Nazila deydiganlarini deb bo'lib, Yultuzning chechining tutgan yeridan uni yanga ittirib etib, ko'zidagi azob, ochiqdan patlab chiqayotgan yoshlarni surtkash, asta qadam bilan oldiga qarab maqdi. Yultuzning Nazilani mundaqli qo'yib etkisi kelmay, uning yig'irini tatalash uchun umi o'xshashla Nazilani to'xtatdi. Oyt, hammacha. To'xtab do'stlar. Chik tok falsafa so'zlab qo'yib meni o'zlaridan qo'rqib qoladi deb o'ylab qolgan bo'lsizlar, uxlamay tush ko'riblar. Men qarsaq inim. Boy meni qushqashqa o'zlarini sumriq qo'qishtirib bek obdan misol keltirib men tanbih berdilar. Men sizlarga o'zlarining usulida misol keltirib, javobimni bermasam, ko'ngillari yerim bo'lib, uxlagan uyqulari uyg'u bo'lmay qolmasin yana. O'zlari cho'ng, ko'p ish ko'rgan. Men demasam obdan bilala aqcha.
chinar shexi yo'q sumruq qushqashchilikmi bo'lamaydi. Men sizlarning gaplaringning tagiga allaqachon yetib bo'ldim, qarslar. Shunga o'zlarining gapimning tagiga yetib, o'zlarini bilib yurishlarini chin qalbimdan umid qilaman. Xo'sh, söyümlük oltinchash amma. Yulduzmu Nazilaga nashtarini sanjib etib, xizmatkorga Krisloning yeniga qo'yib qo'ygan, setib olgan narsa keraklarini hujursiga akirib berishini aytib qo'yib, Nazila va Izzatxonning oldidan g'odayg'anicha hujursiga chiqib ketdi. Bu uyda qachongacha mushundaq jangi jidal tugamaydigandir. Izzatxon shuncha zaharxanda turib, bir yulduzga teng kelanmayotdi. Nazila azaldan birarsidan tildashnam yoki tayoq to'qmoq yeb baqqan ayol emas edi. Mana bugungi kunlikda 21 yoshli qizdan anglamagan til ahonat, yemagan mushapaloq qolmadi. Navoda bu uyga Ihparning o'rniga yulduz kelib olmay, Ihpar o'zi kelgan bo'lsa, Izzatxonning qattiq quruq gaplari, Nazilaning mansitmaslik nazarda aytilgan so'zlarga bardoshlik berolmay, allaburun kudi ko'pisini yig'ishtirib, bu oiladan voz kechib ketib qolgan bo'ladi. Yulduz Ihparga qilganlari uchun bu yerda qanchalik xo'rliq tarsa, uning qo'mi haq.